ketyaptilar ya, Leviga. Mana Levidan kelyapti. Sog' bo'lasiz, bobo, kelib turing. Mana ketdilar mana. Joni sog' bo'lsin, umrlar uzoq bo'lsin. Gap yo'q. Ha. Gap bor. Ishni, mehnatni bilgan odam mana shunday bo'ladi, mana. Jonlar sog' bo'lsin. Ana gap yo'q. Baragasini bersin, bossinlar mana. 69 yoshda ekanlar bobom. Xo'p, mana AgriGlobe 180 mini traktorlarimiz, yangi kelgan partiyalarimiz bor. AgriGlobe nomor 1. Yusuf Moto, Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani. Mana. Endi bloger emasmiz, akalar, ukalar, jonlar sog' bo'lsin, bloger emasmiz. Endi like, podpiska so'raymiz. Like, podpiska bo'lsa bosib turasizlar. Ko'p odamlar bilsin. Bu texnikadan yaxshi foyda qilsa bo'ladi. Oilasini ro'zg'orni gullatsa bo'lar ekan. Hozir bobom Levidan kelayotgan ekan. Obedgacha istadim dedi. 1 gektar yeri haydabdilar. Joni sog' bo'lsin. Va oldingi videoda men aytib o'tirmadim, bobom mana qilmasin deb. 1,5 million so'm ishlab kelayotgan ekanlar. Joni sog' bo'lsa, 1 gektar yerda o'rib kelayotgan ekan, ertalabdan obedgacha o'ribdilar. 1,5 million ishlab kelyapman dedi. Ya, qanday? Rossiyada borib ishlaganda, shaharda o'zida ham oyiga $1000 topayotgan ekanlar. Bo'lmaganda. Ish bo'lmadi deganda. Kevrasizlar mana AgriGlobe 180 Yusuf Moto, Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani. Kevrasizlar. Like, podpiska ayamaymiz. Jonlar sog' bo'lsin. Xo'p, bitta nima deydi? Bonus traktorlarga bitta bonus qo'yamiz. Xo'p, narxlari 34 million so'm. Mana. Komplektida frezasi 24 ta pichoqli bo'ladi. Xo'p. Tomi Amerikanga aylanma puli qo'shib beriladi. Jatkalar taqib bemalol mehnatni qilsa bo'ladi. Yer yo'q kovlaydigan apparat katta traktorlar uchun. Ammo aylanma pulik mana shu AgriGlobe yangi traktorlarimizniki. Mana shu Amerikanga aylanma pulik. Mana silindri o'zida bo'ladi. Tom frezasi 24 ta pichoqlik. Mana. Yangilangan baquvvat traktor. Ulgurib qolganlar bemalol mana. Buni bonusini sizlarga like, podpiskamiz ko'p bo'lsa, bitta bonus qilib beraman. Zo'rida. Akalar, jonlar sog' bo'lsin, umrlar uzoq bo'lsin. Like, podpiska ayamaysizlar. Anaqaga omad yozib ketasizlar. Omad so'zini yozib ketinglar. Endi bloger emasman, tutilib qolsam uzr so'rayman lekin. Kvadrsikillarimiz ham bor. Katta traktorlar uchun 2 yo'nli jatkalarimiz ham bor. Alohida puliklar ham bor. Drabilgalar kelasizlar, shu yerdan o'zingizlarga kerak narsani topib ketasizlar. Jonlar sog' bo'lsin, umrlar uzoq bo'lsin. Musofirda yurgan akalarimiz, ukalarimizga ham sog'lik, salomatlik tilayman. Va go'stinishli motoblogimiz ham bor ekan, uni ham aytib ketaylik. Nomerlarimiz Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani uchun 90lik 005 41 45. Toshkent shahar bo'yicha o'zimga chiqarasizlar 90lik 370 02 80.